Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya ve vaziyetimiz doğrusunda doktorumuz vatandaş leksiya desediğe görürüz. Washington'dan sözdeyimiz. Sizlerle bugün 2024 yıl 11. ayının 2. günü haftaga şembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz mesela Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Ravlov Türkiye Hürriyet gazetinin muhbiriga suhbat bayon qilganda shundoq bir jumla aytibdi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi urushning garbigida turyotidi debdi vatandosh. Bu so'zni darhol men uchun aytgan toza anqirib ketamidim bu nimada? Ko'z üstü hazır onun bütün tafsili jarayoni bilan ko'rishimiz vatandoshim. Yani birisi yanadan kenandan. Mesela Türklerden biz sizlerge sözlüge vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 cho'ng diplomatiya yani amaldor o'rni martabasi yuqori cho'ng amaldorlar. Washingtonda Jungo'ning tashqi ishlar va Jungo'ning bosh elchixonasining elchisi Shepon bilan ko'rishdi va Ukraina askar avatgan Chavshan masalasi Chavshanga ta'sir ko'rishdi, buni to'xtatish to'g'risida suhbatlashdi degan edik. Bugun endi shuningga javoban berilgan javobmi va yoki qanday hozir Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotida lingan. Shuningdek, muxbirlarni kutib olish yig'inida so'ralgan savolga javob berganda Rossiya bilan Chavshanning munosabati o'zining ishi bizga munosabatsiz degan bir gapni aytibdi. Bu gap bir bayonotchining og'zidan chiqqan holatimi bu Jungo Kompartiyasining tashqi ishlar ministrligining gapi desa, bu diplomatiya sohasida biroz qo'polroq bo'ladi vatandosh, buni qo'pol so'z deymizda. Chunki sening Chavshan bilanki bo'lgan munosabating xalqaro jamoatning oldida tursa, sening Rossiya bilanki bo'lgan hozir bo'layotgan munosabating tarixdan biri ham bugungacha bo'layotgan munosabating xalqaro jamiyatning oldida tursa, yani sen bayonotchini o'ttirg'i chiqarib bizning Moskva bilan Chavshan munosabati to'g'risida deydigan gapimiz yo'q. Chunki bu ikki davlatning o'zining ishi deyishing bak kulkilik bo'ladi. Sen uchun qo'pollik bo'lsa, xalqaro jamiyat uchun kulkilik bir gap bo'ladi. Antoninki Yuan Hongbongning aytganicha bo'lganda sening Ukrainaga yoki Ukraina qarshi Moskvaga yordam berayotgan askarlarning sonini 100 ming dedi. Hozir bu to'g'rida boshqa organlar yoki boshqa davlatlar bir narsa demagan bo'lsa-mu, bugunlardan torbatlarga qarasangiz hozir 8800 nafar Chavshan askari urush maydonida hozir bo'ldi degan gaplarni o'tirg'i chiqyapti vatandosh. Mushu to'g'rimush bergan javobdan Ukrainaning prezidenti Zelenskiy qaltis ranjidi deydi vatandoshim. Endi bizlar so'zlab kelyapmiz bugungi Jungoning o'zining vaziyati to'g'risida kunda to'xtalyapmiz. To'xtalishimizda aytganda bu ikki jumlaga yig'inchoqlabdi vatandoshim. Masalan, nima desangiz, buning ichida yig'inchoqlagan masalan harbiy taraf amaldor Jang Yushaning birinchi qatim e'lon qilgan hujjatning mavzusi mundaqkan: gullanish, taraqqiyot, armiyani kuchaytirish madaniyatini yo'lga qo'yish tezisi. Bu hujjatni Jang Yusha Xi Jinping degan ismni eg'izga olmabdi. İkincisi, endi Xi Jinpingning o'zining nomida, ya'ni o'tgan biz hozir Harbiy ishlar komitetining raislik o'rni quruq ramkaga aylanib qoldi deydi-ku. Hozir shu quruq ramka bo'lsa-da yoki amaliy shu turgan bo'lsa-da, hozir Xi Jinping o'zining Jang Yushaning hujjatiga qarama-qarshi oldi e'lon qilgan hujjatining mavzusi mundaqkan: zapas qo'shinlarni boshqarishning vaqtlik chorasi. Bu yerda hozir armiya qurilishi to'g'riliq so'zlabdi Jang Yusha general. Endi Xi Jinping hozir armiya qurilishi emas, urush tayyorlik qilish degandek. Masalan, zapas qo'shinlarni qanday tarbiyalash va qanday o'rinlashtirish va qanday qo'mondonlik qilish. Bundan qaraganda hozir urush tayyorlik qilyapti Xi Jinping desin bo'ladi.
Hozir lekin gapning o'zi nima desangiz, endi bugungi mavzuda bugun ta'kidlayotgani hozir Markaz Jungnan Haydiki ikki yo'l ko'rishi yoki huquq talashish ko'rishi. Huquq talashish ko'rish emas, qandaq yo'l bilan Jungoga xizmat qilamiz degan shunday xizmat qilish iddiasi qo'shtirnoq ichidagi xizmat qilish iddiasi bo'yicha bular hozir ikki guruhga bo'lindi degili bo'lamdi vatandosh. Oshkor bo'ldi degan gap. Sahnaning kaynidan sahnaning oldiga chiqdi degan gap. Bir parcha hujjat Jon Yusho tarafidan e'lon qilindi. Bir parcha hujjat Xi Jinping o'z qo'li bilan e'lon qildi degan gap. Endi Xi Jinping o'zining hujjatida nima debdi desa, Xi Jinping iddiasi yoki mening iddiyam bo'yicha armiya qurish degandek so'zlarni bu so'zlarni takrorlabdi vatandoshim. Eng oxirida endi yana nima desangiz, vaziyatning o'zidir hozir aytganda Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi hozir ko'rdingizmi? Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi Tokioda Borrell Yaponiya tashqi ishlar ministrligiga mas'ul, ham bexatarlikka mas'ul, yuqori darajalik arbobi Borrell Borrell Tokioga kelib, Tokioda Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri bilan Yaponiya, Yevropa ittifoqi mudofaa va nima deydi? Bexatarlik shartnomasi. Yevropa, Yaponiya bexatarlik shartnomasi imzolabdi vatandoshim. Buni siz hozir vaziyatning ishiga qo'yib beqing, qanday qo'ysiz masalan? Chavshan Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chavshan degan bir sotsialistik davlat. Masalan, amaliyotda Jungoning kontrolligidagi qanoti ostidagi bir davlat. Alqandak bir davlatdan, hajmi va yoki uni xalqaro ta'sir desangiz, alqandak bir davlat Yevropaga Ukraina Rossiya urush maydoniga, ya'ni Yevropa urush maydoniga askar avatdi desa, bu tarixning masxarasimi va yoki zamonning masxarasimi bir narsa deyolmaymiz juma vatanda. Bir masxara bu. Nima? Hozir Chavshan Ukrainaga askar avatdi dedi deyli. Avatdi deyli. Del mushundaq vaqtda Chavshan yoki Shimoliy Sharqiy Shimoliy Osiyolik kirib Yevropada bo'layotgan urushga aralashdi degan gap vatandosh. Shundaq ekan, ondaqda Yevropalik Osiyoga kelib, Osiyoda o'zi to'g'ri to'niydigan kuchlar bilan yoki bir davlat bilan yoki bir siyosiy kuch bilan va yoki harbiy kuch bilan mavjud bo'lib turayotgan Yaponiya bilan shartnoma imzolashdan o'zi ham yo'lliqdir, ham vaqtida elib berilgan ish bo'ladi vatandosh. Yana alayli. Mesela bu yıl 6. ayının 19. günü Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Çavuşan'a gelip Çavuşan'ın başta Kim Jong-un bilen stratejik, şeriklik, münasebet şartnamesi imzaladı vatandaş. Şunundakin qaytib ketiplarından Çavuşan hazır müşkitim Rusya'ya asker avatib yardım kılıp Ukrayna'ga qarşı urush qiladigan maydonga o'tdi vatandaş. Endi hozir tunigillardan kelgan xabarda Rossiya, ya'ni shuning o'xshash xuddi shuningdek Iron bilan ham bir shartnoma imzolash oldida turdi deb xabar tunigin keldi. Bu qachon 101da belgili bo'lmaydi. Agar Rossiya Federatsiyasi bu qatim Iron bilan shunday shartnoma imzolaydigan bo'lsa, vaqtida Ironmi Rossiyaga askar chiqarib Ukraynaga qarshi turadigan ish chiqamdi. Lekin Iron o'zining qilib qo'ygan ishga pushaymon qildimi, qanday bilmaysiz. O 10 ayning 1-kuni Isroiliyaga raketa qo'yib berdi, 200 paylik raketa. Bugun Isroiliya hamda 3 ilish qatorida raketa qo'yib berib, ya'ni 2 nuqtaga chaqilmadi. Biri atom qazonlarga chaqilmadi, ikkinchisi neft va tabiiy gaz qurilishiga chaqilmadi. Isroiliya va'dasi turdi. Onun to'g'anda Iranning iqtisodi butunlay tugagan bo'ladi-da. Ya'ni Ironda davlat bo'lib qolib qoldi deganda Isroiliya va'dasi turib, 2 nuqtaga chaqilmay, o'zining atadigan raketasini atdi, necha kundan beri jimib qoldi. Mushundaq ahvol olsa tuyuqsiz Rossiya Federatsiyasi o'tirg'i chiqib, ya'ni Iron bilan kelishim shartnoma imzolaymiz desa,
Tönügün Çavuşan bilen şartname imzalap onun neticesi Şarkı Şimali Asiya'daki bir devlet Ukrayna uruş meydanına asker evet dedisi bu dünya ne? Şundan körüp alısınız vatandaş. Andem muşulaq jıgıp aytıp biz başta ne dedik? Türkiye Hürriyet gazetiga söhbet bayan kılgan Rusya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya Federatsiyasi hozir urushdan boshqa turyapti. Ya'ni urushdan garbiga turyapti dedi vatan. Bunun o'zi ajoyib gap. Mesela ben Türk'ün müşahede, yani Türk'ün ta'kidlagandek müşahede men ta'kidlay, Amerika'nın en yuqori darajalik diplomatlari. Jungo'nun Washington'da turishliq bosh elchixonasiga kirib, bosh elchi Shefan bilan ko'rishib, Çavuşan ve Çavuşan'ın Ukraynaga askar evatganligi, Rossiyaga askar evatib yordam qilganligi masalasi to'g'risida chiroyli gap qilib chiqsa, shu kuni javob qaytarmay, bu qatam endi muxbirlarga javob qaytargan bo'lib degandek. Jungo'nun tashqi ishlar ministrligining bayonotisi injan. Bundaq ba'da keldi munosabatlarni aytganda Rossiya va Çavuşan bilan, ya'ni Pyongyang bilan Moskvaning munosabati o'zining ishi biz bilan aloqasi yo'q. Baş tahlil qilib bolduq, bu bir kulkilik. Bu dunyoga, bu tarixga, hayot qo'yilgan masxara Jungo. Hozir mush so'z bilan dunyoni masxara qilyapti desangiz bo'ldi. Sen mush 50 yildan beri Çavuşanni beqib kelyapsa, pul sening. Bu da chiqarilgan armiya askarlar ketgan pul xajlaydigan pulmi seniki ekan, onu yuan olman dedi o. Avustraliyada sergardan bulup жүрген Jungo'luq ziyali yuan hongbun dedi. Pulning hammasi askeri qismlarga, askeri qismlarni qurollantirishdan hammasi ketgan pul Jungo xajladi dedi o. Yani shundaq turug'liq. Sen bugün Moskva bilan Pyongyang qandaq munosabat o'rmasa, mening munosabatim yo'q desam, buni prezident Zelenskiy nayt eg'ir yoki tahdid xarakterlik his qilib, bundan norozi bo'lganligini bildirdi vatandosh. Ukraynaning prezidenti shu bayonotchining bayonotidan norozi bo'ldi. Hozirgi ahvollarni boshda aytsangiz, shundaq deymizki, endi Amerikada ketayotgan bir saylam, cho'ng saylam vatandosh. Bu saylam hozir butun dunyo qattiq ko'ngil bo'lyapti vatandoshlar. Qattiq ko'ngil bo'lyapti deganda nima deymiz? Kim saylanib chiqdi? Bu masala Amerikaliklar uchun va butun dunyo uchun. Mesela 2 nafar prezident nomzodining xarakteri ve ularning o'tmishi, mesela bunun içindeki Donald Trump, sobiq prezident, 4 yil hokimiyat beshi turib siyosat yurgizgan Donald Trumpni to'liq biladi Amerikalik. Endilikda Demokratlar Partiyasi nomzodi Kamala Harris xonim, endi ayol kishi bo'lsin, hozirgi Demokratlar Partiyasi daisi prezident Joe Biden'ning muavini bo'lib ishlab keldi. Bu saylamga diqqat qilyapti. Bu saylam to'g'risida mundaq bir xabar borki, anglab qo'ying. Amerikada cho'ng saylamning natijasi shu kuni e'lon qilinmaydi. Mutaxassislar buning orqasidagi sabablarni ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11-ayning 1-kuni TVBS kanalida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikada saylam 11-ayning 5-6 kunlari elib beriladi. Chet el matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Saylam biletini sanash uchun bir oz vaqt ketsimi, 2024-yillik bu saylamda ozroq o'zgarish bo'ladi. Saylovchi bilmoqchi bo'lgan, balki ayni vaqtda e'lon qilingan saylam natijasi kechiktirilishi mumkin. Oldimizdagi seshanba kuni rasmiy bilet tashlaydigan kun, balki seshanba kuni kech tarafda bu natija plani prezident bo'ldi deb e'lon qilinadigan mushiq vaqt kechiktirilishi mumkin. Biz bu kunni saylam kuni deb ataydik. Mesela seshanba kuni 11-ayning 5-kuni yetib keldi. Mushu kunni biz saylam kuni deb ataydik, lekin endi saylam haftasi deb atashga majbur bo'lamiz. Chunki natijani e'lon qilish kechikadi deydi. Shuna gap vatandosh kechikishi mumkin deydi. Demokratlar Partiyasining aqldimoni Peter
Cihan Groko bunda ko'rsatdi. Bu hafta saylam hepsi oldu. Saylam günü olmaydı. NBC televizyası haberleri haber kılıp bunda ko'rsatdi. Carolina ştatida saylıgıçılar salohiyatiga munosabatlik qonuniy mesele, yani bilet tashlash meselesida o'zgarish paydo bo'ldi. Shunlashqa balki bilet sanashnimi kechiktirishi mumkin. Sababi mushikin Carolina ştatida shunda bilet tashlagan odamning salohiyati meselesi shuning uchun, yani shu yerda shu biletni sanash vaqt ketganligi uchun bu qatim saylamning natijasini e'lon qilishmi kechiktiriladi degan xulosa ekan vatandosh. Bugun endi sizlarga ko'rinishlik markaziy ideya bugungi leksiyaning birinchi jo'ngdan hayda hozir ikki parcha hujjat e'lon qilish bilan bo'layotgan huquq ko'rishi va yoki ikki yo'l ko'rishi degandek kurashlar jo'ngdan hayda yuz berayotgan shunday paytda hozir bu kurashning shakli perdenin arkasıdan, perdenin aldığı, sahnenin arkasıdan, sahnenin aldığı yukarıda körepettik. Cami işa ilan kılgan hüccet, armiya kuruş doğrusu da, Reis-i Jinping ilan kılgan hüccet, zapas koşan doğrusu da. Bu bir merkezi iddia. İkincisi, Rusya Federasyası, Tashqi ishlar ministri Lavrovning Türkiye Hürriyet gazetiga bu haberni Fransiya agentligi beribdi. Türkiye Hürriyet gazetiga suhbat bayon qilganda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi hozir urush holati, ya'ni urushdan garibigida turibdi. Uchinchi markaziy ideya bugun endi saylam o'g'illigi yoki seshanba kuni, bu kuni saylam kuni bo'lmay, balki shu kundan boshlab saylam hapsi. Saylamning natijasining bir hafta keyin e'lon qilinganligi to'g'risida fikrlar vatandosh. Bu bir markaziy ideya. Endi buning ichida eng jonliq markaziy ideya nima vatandosh? Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri bilan Yevropa ittifoqining bexatarlik va tashqi ishlarga mas'ul amaldori Josep Borrellning 11-oyning 1-kuni Tokioga kelib, Tokioda Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi bexatarlik va mudofaa ishlari kelishim yoki shartnoma imzolaganligi bu hamda butun Osiyo uchun ham, dunyo uchun berilgan intayin jiddiy signal vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz mushagicha vatandoshim.